Mashhur Misr malikasi Kleopatra haqida hamma bilsa kerak. Muhammad Ali degan o'zbek yozuvchisi bor. O'sha inson juda Kleopatra haqida bitta zo'r asar yozgan. Nomi Kleopatra. Bu asar 2020-yil 20-oktyabrda yozib tugatilgan va nashrga chiqarilgan. Xullas tugatilgan. Shu asar Kleopatra obrazini, haqiqiy obrazini ochib beradi. Hattoki o'z davlati uchun o'zining aqliy salohiyatini, kerak bo'lsa tanasini ham berishga tayyor bo'lgan ayol hisoblangan. Bu kitobda yozuvchi Kleopatrani So'g'diylar bilan, ya'niki Markaziy Osiyo xalqlari bilan bog'lashga harakat qiladi va bunga tarixiy dalillar ham bor. Ya'niki Makedoniyalik Aleksandr sulolasi bilan bog'laydi. Makedoniyalik Aleksandr deb bilasizlar, Ravshan aka uylanadi, So'g'diylar podshosining qizimi shunaqa edi. Undan keyin keladigan Salavkiylar davlati bor. O'sha Salavkiylar davlatining boshlig'i Salavk bir Nikatorda rafiqasi Apama hisoblangan. So'g'diylarning boshlig'i Spitamenning qizi bo'lgan bu. Shu orqali ham bog'lashadi. Undan keyin bu Salavkni farzandlari keyinchalik Misrda Firavni Ptolemey 5 bilan turmush quradi va Kleopatra nomi kirib keladi. Biz bilgan, tanigan Kleopatra aslida Kleopatra birinchi emas, Kleopatra 7-chi hisoblangan. Men tarixchi bo'lib turib, kerak bo'lsa bunaqa ma'lumotlar topishga qiziqmaganman, lekin yozilgan kitoblarda bunaqa deyilmagandi. Ya'ni 2020 biz o'qigan kitoblar nashri 2017, eng yangisi 2017 edi. Lekin bunda 2020-yil ma'lumotlar qidirilgan va izlangan va sizga aniq tarixiy dalillarni, isbotlarni bera oladi va tarixga qiziqmagan insonlarni ham voqealiklar orqali qiziqtirib bera oladi. Kleopatra asarida, xo'p, Kleopatraning shaxsiyatiga to'xtaladigan bo'lsak, u ilonlarni yaxshi ko'rgan, 8 ta tilni bilgan, Google desa 9 ta tilni bilgan deyiladi. Undan keyin o'z vatani uchun o'z vatanni sevgan hisoblangan va o'z vatani uchun kerak bo'lsa saqlab qolish uchun Rim imperatori Yuliy Sezar, undan keyin vafotidan keyin esa uning eng zo'r sarkardalardan biri Mark Antoniy bilan ham turmush qurgan. Undan keyin agarda Kleopatra bunday ish qilmaganida va o'z obro'sini, o'zini saqlab qolaman deganida Misrni saqlab qola olmasdi. Va u o'lganidan keyin Rim Misrni bosib oldi. Misr aslida bunday olib qaraydigan bo'lsa, Rimga qandaydir ma'noda qaram bo'lgan. Bosh to'lab turgan, shunga o'xshash vazifalarni amalga oshirib turgan, lekin o'zini huquqini saqlab qolgan holatda. Yozuvchi bizni davlatimiz bilan Kleopatrani bog'lovchi bo'lgan va bog'lab bergan ham uddasidan chiqqan. O'zim ham jinnim qoldi bunaqa ma'lumotlarni ko'rib. O'zim tarixchi bo'lib turib bunaqa ma'lumotlarni eshitmagandim. Xullas, Kleopatra Yuliy Sezardan bitta Sezarion degan farzandi bo'ladi. Mark Antoniydan esa ikkita egizak farzand ko'radi. Undan keyin esa uni Parfiya urushiga jo'natmaydi. Parfiya urushiga ketaman deb o'zi maqsadidan chalg'itadi xullas. Undan keyin oxirida, asarda oxirida bilasizlar, o'zga Wikipediyalardan ham o'qib ko'rgansizlar yoki bo'lmasa darsliklardan ham 6-sinf tarix darsliklaridan ham ko'rgansizlar. Kleopatra va ikkalasi o'z joniga qasd qiladi. Oktavian Avgustda sharofati bilan. Lekin Oktavian Avgust va Mark Antoniy ikkalasi juda qalin birodar bo'lgan. O'rtaga ayol kishi, hokimiyat, pul, mansab tushgandan keyin ikkalasi ajralishga majbur bo'lgan. Xuddiki Yuliy Sezar va Pompey kabi. O'z davrida Pompey bilan Yuliy Sezar ham eng zo'r sarkardalar bo'lgan. Undan keyin esa Rimda talashib hujum qilgan. Oqibatda esa Rim Sezarga tekkan. Asar qaysidir ma'noda vatanparvarlikka chorlaydi. O'z tanasini, o'z ruhini sotib bo'lsa-da vatanni qutqarib qolish. Bunday olib qarasa to'g'ri-da. Agarda saqlab qolmaganda o'z ashi bir nimalardan voz kechmaganida Misr bu darajaga yetishmasdi. Misr yana ko'p davrlar o'z mustaqilligini saqlab qola olmasdi. Kleopatra juda aqlli,
diplomatiyaligidan dalolat bergan bu asar. Asarni ko'p maqtamayman, o'qib chiqinglar, juda zo'r asar. Ko'p voqealar bor, endi qaysi birini so'zlashga vaqt yetmaydi. Vaqt yetsa ham video ko'payib ketadi. Xullas, Kleopatra kitobini o'qimaganlar bo'lsa o'qib chiqinglar, yo bo'lmasa mutolaalar vosita, men tingladim mutolaalar vosita, juda zo'r asar. Ayniqsa o'zbek segmenti tinglaydigan asar va vatanparvarlikni oshiradigan asar hamda Kleopatrani bizga Markaziy Osiyo xalqlariga bog'lab beradigan asar hisoblanadi.